Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarninki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men bugun ozroq bir ishlar bilan naq maydon qilmoqchi bo'lib qoldim. Aziz qarindoshlar, bizningki Amerikadagi turishliq Bilal Ibrohim Turkistoniy qarindoshimiz kepelik qo'yib berildi. 5-oyning 25-kuni sot etiladigan. Mağama çıkıp salam yollaptım. Hem salamını qaytırıp salam qilib qo'ydim. Endi hozircha endi kepillik qo'yib berildi. Ma'u 2 kun bo'ldi. Ma to'g'ri biza xato tashviqotlar, uchurlar yig'ib ketibdi qarsam. Asli bu Bilal Ibrohim Turkistoniyni $5000 bilan chiqirib olgani bo'ladi. Shu tug'liqlar-yu Zumrat Tursun uninkin Avstraliyaga dilyarlar aralashib bu ishni shu buzib keyin anandikin palonchilik pul yig'ilgandan keyin anandikin qo'yib beribdi deb Kanadadagi Abdulaziz degan maydiziga urib Robiya onamni iniq berib hal qilamiz deb Robiya onam tergan bu jidal tursa bu Robiya onam hal qilmaydi qonun hal qildi Robiya onamni oldiga berib hal qildi degan gap qonunning oldida men to'g'ri men shuni bilan urushdim men qildim deb jinoyatni ustiga olgan bo'ladi. Üzünü qo'g'dash, o'zidagi pokizlik, o'zidagi qonunga bo'lgan ishonchi, o'ziningki to'g'ri qilganligi bo'lsa, qonunning oldiga bordi. O'zining xatosi bo'lsa, Robiya onangning oldiga bordi. Tushundingmi? Robiya onangning endi nima bor? Xoin onangning endi, munofiq onangning endi, rasvo onangning endi, indigenous onangning endi, badbaxt onangning endi. Anandikin ilaqa palanchiyadan, palanchi davlatdan palanchilik pul yig'ildi, puskunchi davlatdan pustunchilik pul yig'ildi degan Yevropada manchilik deb ilaqa buningki hisobini elib so'zlab ketdi. Men uqmaydi ekanman, men o'zimningki insonparvarlik bilan qilgan yordamini uqmay, boshqasinikini uqib ketmaydi ekanman. Bundaq ish deganni qarindoshlar, qonuniy organlar orqali hal qilamiz. Shu kepillik qo'yib bergan chaqda Facebookga imdiliqinda Bilal hamda balkim mening uchun chiqib bo'lmaslik mumkin degan gap kepillik qo'yib berildi degan gap yana hozirgacha Bilal axlami degan jinoyat gumondori degan tarafda bo'ladi qonunniki qoida qonunlar bo'yicha shuningga Bilal hamni sakratish uchun Bilal hamni qayintib yana bir iliq to'zoqlarga tushirish uchun har xil yana iliq yag'in gaplarni qilyotdi. Voy buni Zumrat Tursun kushkatib Tug'liq Hamid kushkatib anda qilib Dilyar oyoqni aralashib Mayoqdan Qurbonjon aralashib uni qilib buni qilib deb qilmagan hikoya qilmagan o'yin qilmadi. Bu ish bunda emas qarindoshlar. Buni ishning egisi o'zi aqlinib bo'lgandan keyin chiqib o'zi deydi. Uninggachilik orliqda hech qanday narsa, hech qanday uchur yoki hech qanday ma'lumot sirtga chiqishga bo'lmaydi. Chunki public, ya'ni sirtga qo'yib etilgan uchur yoki nimalar ilaqindak hujjatlar yoki isbotlar teshig'i chiqayotganiki u xalq tarqilib ketgan yoki sirtga chiqayotgan deb u qonunda e'tirof kuchi unchalik kuchli bo'lmaydi. Shuningga bu ishninki egisi Bilal Ibrohim Turkistoniy akamiz bo'lganligi uchun Bilal Ibrohim Turkistoniy akamizga haqchilik bo'lgani rost, jidalga akagini rost. Shunda birinchi qitimda u $5000 ish bilan emas, Nuri Turkiy ishkital qilish ko'tagan qilishni apirib, ma'vu terrorist deb qilgan narsalar bor. Uni u yerda shu sotchininki advokatning rekord qilgan, u yerda yezib mangdi o narsalarni, qini isbotini chiqarish, sana nimani chiqarib berdi va alas, sana nimani chiqarib berdi? Numussizgo'y, opangning namozini tushagan ishplas. Namozini tushamidi, go'likka kirib qo'ydi. Ya mendek odam bo'lsa, ubrniga kirib qo'ydimi? Unda o'lik opangni go'y. İştinin valisi adam bulmaydigan hayvan. Senin mahsus vazifen var ki Ömer Konat'tan $3000, $4000 elip ettigeni çıkıp 3 talim yazdı ikense, geçti öçürü itirkense, yanı birini işledi ikense, yanı birini öçürü itirkense, öçeme, salamçı koy, sayıpanında nakt olsun aşağıda. Xalqning balası az tozaq kuruştun mu? Oruqlap gitti, neç kilo? O bir türme emas, o yatqa yeri kendisi diye geldi şu, mındaqlı kiyim bilan bo'ladi muzdek yerda Uyg'urning bolasini Xitoyda ayada bir azoblansin Uyg'urning avlodi yana tex birning bo'lsa Facebookda og'zingni buzma hamshirlarimiz bor qaysingga hamshir degan nava guylava necha aytik pulding ering yotidi turmining ichida o'g'irliqcha Facebook marab o'ynaysa buzuqchilik qilsa guyla qo'nganga bir tas birchilar cho'chaq tushida qaysingning qo'ngidan nomussiz guyla tex hamshirlarimiz deb qaysi hamshirang vatanda ve hemşire atanda kaldı bizden hemşirelerimiz, acizlerimiz, mezlumlarımız. Numussuz goyla. Sen hakkı yakılamaydı iş var mı?
Numussizlar. Abdulaziz, Kanadadaki sen meni apang Elifemden ishlaydigan. Avvaliqi nadin tepilib qolgan debsa, men dadamning balasi qara. Men sana o'xshash Zumrat Tursunni Shanxayda Xitoyning mo'misini yopib chiqqan. Zumrat Tursunga Shanxay Jawtonda shuni o'qigan, qonun hamma narsani o'qigan. Tushundingmi? Biz shuning kayindan agishib mangamiz bilim saviyasi, qurilmasi, ama eg'izi, tutuqliq hamma narsa. Haq degan men o'qiyotdi palonchi necha maktabni meyda. Chiqiblam qarqoyoq so'zlamaydi. Chiqiblam haqninkini bekademika ovozlanmaydi. Sendek numussizlar yinib olsa og'zingdan, zuvaningdan, şöpek eg'izingdan. Shuni oladi. O olgan narsani qonunliq olib beradigan yeri va Norvegiyada advokati va o'ziga saqchiqanda o'ziga mas'ul xodim bor. Hamma narsasi qonunliq. Elib bu narsalarni uchurlarni nega olib bordi? Oppangni olib meni texi andaq mandaq deb, o'zingning-chi sabr bug'ra bilan Madina orqali akab bergan ila qizing Bursada o'birnida jaloblik qilib, og'ziga ilib, qo'ng'iyab, maktabda aydilib ketdi-ku, jalob qizing Abdulaziz degan munofiq. Meni deysa texi. Mening opamga haqorat tekkizishdan bir o'zingning qiziga san qarab baq. Ishplas. Mening turmadagi onamga haqorat tekkizmasan. Men sen bilan qonun bilan o'ynayman degandim-ku. Sen kelchimi Shvetsiyada men senga qanday o'ynab berganimni ko'rsan. Kemmay baq sen bir lata, sen bir cho'p bo'lasan. Tushundingmi? Seninki xotinlarning uyiga kirib, payshanbalik tilab, Xitoy oshxonalarida butunlay shavxa deganlarni akab, mehmon qilib, xalqning restoranlarini urib, xalqning qizini urib, restoranlarni ilib, palan 100 ming dollarga setib, Kanadaga berib, nasbis bana yetibsa ashada 20 ming dollarni mendan berib, men beray dedim deb. Shu kunning o'zida chiqib bo'lgan pullarni 15 mingdan 20 mingdan beramiz deb Amerikaning o'zida. Tushundingmi? Sana hammani deyishning hojati yo'q. 5 ming dollar kamlab qilib qilmadi, Nuri Turk terrorist degashga, ilq rasmlarni olib, uningga yozgan narsani olib, mening bizning uyga o'shmanlik va bizni o'ltamoqchi degashga bo'lgan narsa. Ispat aldırmaydı 5 sene 25 sotu çıkıp berdi. Onundaki xalqamiz sot chiqqanki xalqamiz xiyonidi. Qo'yib berdi. Sen qaysi isbatni chiqarib berdi? Sen isbatni chiqarib to'g'ri yeyversan, bu bir qonunsuzlik bo'lmasimi? Bir o'zining qo'g'daydigan haq-huquq manfaatini ko'chaga chiqib yeyversa qanday bo'ladi? Sotda nimani ko'rsatdi? Talay isbatlarni chiqarib berdi, nim qila oldi? Rabiya onangni indigenistligini chiqarib berdi-ku. Çıkıra uyunun isavatını Rabia Kadir'e jalap. Ananı sikke Rabia Kadir. Oturup elip, en akırda oturup elip. Abdulaziz diyen gap, Seytim Türk diyen gap. Seytim Türk, dongaytıp Türk olsan mı, kanda Türk olsan mı, benim palan nesim giysa, bak, koluğunu dım tutupanla Seytim Türk sen, elikinde kanuni bir yerde bolsan mı, sen anlayışsan, bana görürse koluğunu dım tutupanla. Sen Daesh çıkıyla, sen Suriye çıkıyla. Abdulaziz sen mi şu? Guantanamo, hele qayerki sıçanlık restoransı sen tuttun. Sen mening opamga til tekkizishdan burun Bursa'dagi jalab qizingni haq mishqirib etgan. Shuning Uyg'ur bolalar olmay turib qapti. Haq mishqirib qo'ygan sesi qamadin bal topmayman deb jalab qizingninki tushundingmi Abdulaziz? Anangni siske. Mening onamga haqorat qilyapam satiha, o qayerdan tepilib qolgan men deb. Anangni siske sen jalabning olasininki. Tushundingmi? Anangizga kelib baqash, sen o'chirsan, kelanmaysan bu. Ya ilqib izzatiga alas haramdan bo'lgan. Kötlash anangizga jalabning olasi, alasning olasi anangizga bo'moning pushti. Kelib baqash senga, qarinopa solamchi. Yezib ketibsa, undaq deb. Nochigoy. Qo'ngning tukigoy, nima deb ismimizni chiqarmaysan? O'zing bilasan nim bo'g'inni. Gaqimay pasa. Ağzını buzdi, ağzı. Qanday qilsa ağzımızı buzsaq? Kötlik ish qilyapsan. O Nurshad qilma tahdid sapsa texe. Mening og'inamninki Mong'olning dushmanimga qilgan, meningmi dushmanim deb. Va bizninki cho'qara unchalik aqlimiz, dumbimiz chiqatgan emas. Uni o'zining nima bo'lib jidal qilib qolganini bilmaylik, tushundingmi? Haq jidal qilmasa uni bilan urishamsan sen. Nangiske bo'moning pishti alas. Shit. Chiqira deb. Sana men chiqirib berdi.
Appangның birazını çıkırıp vereyim kapqagan. İştinin valisi. Qarindoshlar Bilalkam chiqib oldi. Xudoga ming shukr. Agar biz misha maydonga chiqib, mushu axborot urushini, mushu sosialik tashviqot urushini qilmaydigan bo'lsak, avo Mirzat degan chiqib, buni tillab, ashu Nuriga pas chiqirib, Nuri Tulkiga buni qarlab, buning Facebook yozg'ini, Mirzatning qarlig'ini, Nuri Tulkining teqalpog'ini kiygazganini qilib, 15 yilni plan qilib qo'yibdi-ku, 15 yilni. Kesib etishni, balini. 15 yil. Abdulaziz degan ishning kuchki, rasva munofiq, shov ichadigan icha Arabiyaninnikini Ro'za Ramzan iqtipason. Anangni sikay. Anangni sikib senda jalobning olasniki men senga deb qo'y, tushundingmi? Ma ağzımni buzishni maniku hamda kep baqa Shvetsiyaga haramdan bo'lgan Qo'yistansni oldiga do'ng'aytib qo'yma senda ko'tni, tushundingmi? Latqasqas. Chatoq mening onamga haqorat qilyapsan turmadiki? Ayalik mehmonxona tepilgan meyak mehmonxona. So'ra so'lamchi g'uljiliklardan tazobdan bo'ldi qayta tepilganimni. Xaxnitixi Shanxayda ayat o'qigan, mo'migan unda. Sen o'zing qancha sinf o'qigan? To'liqsizdan bitamigan. İştinin valisi. Rabia ananın aldığı bağmaydı. Rabia ananın baldığı bağ diyen gap. Bilalkam cinayetini itiraf kıldı diyen gap. Kokap onundan berip panah tilidi diyen gap. Ya kanun bilen buludu. Her kandak iş bunun ki muşu iş arkalık Cumhuri muhaciretki qarindoshlarımızga her kandak işinki kanun bilen hal bulduğalıqını biz tunutup yetişimiz gerek. Özanglarınki kamsitgan, nima qilgan, tahdid qilgan har qanday ishni yoki urushgan ishni qonun hal qildi. Sen bir Shia davlat yashatamsa, yoki sen bir islom allari yashatamsa, jamoat yoki yana birini masjid hal qiladigan go'y. Rabia onamning oldiga bo'lsin, Avstraliyalik paynak bo'lsa aralashma deb. Bir tal Uyg'urninki bir tal yeriga chekitdiganimizsa biz aralashgan. Jon tikimiz. Ishplaslar, yeyishnimiz yo'q. Kalende ölüşüyor, 5 dolarda ölüşüp şu adamın pulu nereden bağırdıktan pul nereden kilidi ki? Allah'ın berketinden kilidi, halaktan kilidi. Rabia Kadir'e resva paskını jalap. Sen ne çoğunun biri haşlıgan pul, bizden halakның pulu. Yoğa öyle oturmazsa, erken nime sıdık acıbla işkin bir tim pul işlemeyse, sen nimişki Amerika'nın pasportunu alamaysa hazırgıca, meynat xotun, jalap xotun, sipeden qip qalgan. Dünya Uyghur qurultaydiklarini setib etgan lavzi xotin. Qumangni qisib shu masang deb qo'yay. Eliqi Madinay bog'din degan bu seninki Amerikada qanday qari pul, qayerda iliqindak ijarga uyda o'tirib turib nima qilyapsa, ko'zingga qo'lamni va qo'y qara tiqib etkichlikim bor. Men sen dedim-ku, seni men sot tutamaydigan bo'lsam, men putingni jiyman sen bu bo'lgan qilma izzatga alasning opisi o'xshab tushundingmi? Yana amdi Izzat degan eshak, Izzat Mirzat degan Abdulaziz Qariqulungni, Rabia Qodirni nim qilib turib, qalqon qilib turib, yana Uyg'urga, yana birisiga ziyonkashlik qiladigan bo'lsang, titibitimiz chiqib qo'y men senga deb qo'yay. Shunday gap qarindoshlar, chiqdik. Nimishga olmaydi? Bilal İbrahim Türkistan'ı man gap qaytolmaydi. Qaytolmaydi sana sende xoin munofiqqa. Uning maydoni iniq. Nima deb Rabia anangni iniq basa, kechirim so'rasa bu ish yepilib ketadi. Qonunni oldiga olsa bu turmada yotadi. Qanday qonunki u? Ha? Qanday qonunki u? Mani ko'plab, hambarlab taqib qo'yinglar. Ayliqi og'zini buzdi deganlarga buzima, ko'ma. Hemşirlerin vatandama, hemşirlerin vatandama, çataldikilerin qandal olmuşsun, teşide rahat paraqatdan şide, an bo'lmaydigan bir issiq choy icharaydi, an bo'lmagan ko'chaga chiqib quyoshning nurini ko'rdi. Hemşirlerin vatan, zimin, tuproq deyishmayat tutib tursin, bir imomingni so'ltibatdi. Chiqib ana oyoqdan yog'an bayonotchiligini qilyapti-da, ishki ko'tlash.
Agar biz chiqib, mishta bo'ldi deb xalqning nima qilib, Virginiyadagi truck haydaydigan, Kamaz haydaydigan o'zbeklar, Pokistonlik shu masjiddagilar degan Bilal akam deganninki yig'lab ketiklik. Bilal akaga nima qilganni bu Uyg'urlarninki deb degan sharmandichilik. Men Shvetsiyaga 2009 kelsam, Mishar o'zbeklarni o'tirasiyaliklar bilan Uyg'urlarni sap qo'yibdi bir-birisiga. Men hozir o'ylab ko'rsam, Xitoy aslida planni tuzib bo'lib, mushu qarindosh millatlar bilan o'tirliqmiz ziddiyatlanib, bugungidak erkiy qirg'inchilik qilganda ularning bizning ashlarning ko'nglini sovut etib, urushib, bizdan ashlarni orib etishdi asli. Ashya chegara ig'izga davlatdagi qarindoshlarga ashunda nimalarni qilib, ashunda ziddiyatlanib, bizning yo'limizni to'sib etishga qarindoshlar. Mana o'ylamamizlar bir ishlarni. Butunlay yog'an bularning qilayotgan tashviqoti. Onu ben demişsem onu şu Bilal akam özü sotlinkin çıkıp deydi. Hazırgıça onunki sotun özününki bir adam kepili koyup verişken çalı şartları oldu. Misalen sen anın ulan görüşmeyse, manın ulan görüşmeyse, sosyal medyada gap qilmaysa yoki hech kimni palanç adam dairdan chiqib ketmaysa deb o kepillik degan gap, jinoyat gumondori degan gap. Texi ah bo'lmadi. O birinci qitimliq $5000 ish bilan emas. O degan shu Nuri Turkining ishi bilan bo'ldi. O pullar taqilib bo'lgan pullar, shu kunning ertasi taqilib bo'lgan pullar o. Shu masjidning o'zidanmi chiqib bo'lgan pullar o. Sen o'zingchi gap elib Yevropadan $1000 kapti, ayerdan $2000 kapti, meyada $3000 kapti pul endi onu bilib $25000. $25000 oldimi? $55000 oldimi? $100,000 oldu. Sen nereden bilasan? Men chig'imda mushunchalik o'zimninki insonparvarlikni o'zimning yordamini qilib qo'yiblam. Men chig'imda pulning ichiga bunchalik kirib, necha pul olibdi deb surishtimisam, qaysonga pulning hisobini elib, gapga selib, pulni ko'chlab chiqish, pul yomon, ajoyib bo'lsa, Rabiyaning yana azroq nima qilib olsa, to'ltiblam, ajiqqan pullar bilan yana bir yilni shu uy pulini uni buni chiqarib olsa, anan kelib qishlarga taqib bersa, ular chiqib nima qilsa, Onda emas qarindoshlar. Bilal akam chiqdi, kepillik chiqdi. Ammo hozir hech kimga o'shitish gap qilmaydi. Ham qismi bo'lmaydi. U qonunda shundoq bekitillik, kepillik degan gap vaqtinchalik sud ichilib, oxirlashqichlik oraliqda o'zininki shu qonun nimaslicha yashab turdi. Sen isbotingni chiqarmamsa deb kor qo'laydigan qarni o'qish. Hech qanday nimasi yo'q. Meksikaga chiqarsan kiranmaysa, go'y Meksikaga chiqarsan kiranmaysa. Latqasqas. Walmart ishlagan xotiningni IT'da ishlaydi deysa, yog'alardan Xitoylarning puli juvotsa, hozirgacha u yoqdan yoq qarish qilyapsa, hammani bilamiz. Seninki nima ish qilyotganingni hammani biz bilamiz. Shunday gap qarindoshlar, shuningga hech qanday iliqi yo'q, ma'nasiga ishonmanglar. Ablaziz degan itning kuchiga pitboz kanaldagi xotinlarni urib, birinchi xotinni urib, kimono suratgancha kameraga evilib, sotqa bas ashuni nima qildi deb tahdid qilib, shu ashlarninki alamini men olib bermayman. Seninki aromingni buzib etgan. Mehnat qizingning naslini aytgan qanday taqdimenkin to'rda. Bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa Xudoyim omonat. Amdi Abdulaziz, sen meningki qizil sizg'imda o'tib, turmadagi ota-onamga haqorat qilib bo'lding. Sen men bilan kelishim yoki sud yoki hech qanday narsa yo'q sen bilan. Men sen bilan dahshat deyishmanki, sen ko'rsan, men sen qanday deyishim. Men sen dedim-ku, men bir qip-qizil bir tavla, ama yaxshi bo'lsam, bek yaxshi, ama haqiqat uchun, mendaq egilmaydigan ishlar uchun men iliqindak talviligim tutgan chaqda sen meni ko'mabdi ekansan deb. Sen kilash Shvetsiyaga bak nochiga haqiqatdan bir kagina bir sadg'an ketay. Men sening nada tug'ilganimni, onamning oppoq sutini qanday emginimni sana bildirib qo'yman. Qo'tollarning yig'izarlarini men sana ko'rsatib qo'yman. Tushundingmi? Ishplas. Bilal akam chiqib bo'ldi, qarindoshlar. Bilal akam terrorist emas. Advokat xeyli axlab uni buni chiqdi, qolgan narsani aqsabdiki do'stlar qilyotdi. Hech kimga pulga ehtiyoji yo'q. Bo'ldi, hamma narsa joyida ketyotdi. Bir ish bo'lsa biz deymiz sizlarga. Bilal akamni ishlari nihoyat yaxshi. Ruhiy holatim yaxshi, kayfiyatim yaxshi.
Bize uruqlab qapti. Yatqan turimiz soğuk ya, endi kanch suv degan ishlar bo'ladi o'sha vaqtinchalik tutib turgan ya. Mushunday ishlar bu. Bo'pti, unda bo'lsa qarindoshlar, Allohga emanet.